أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ya Rabbel Alemin. Bugün kelgen dersimiz bolsa Ebul Barakat en-Nesefi rahimahullah yazgan Medalikut Tenzil ve Haqaiqut Te'vil namlıq Tefsirun Nesefi degan isim bilan mashhur bo'lgan bu mübarek tefsirning Baqara surasining 26-oyatining davomi. Allah azze ve celle'nin bizni bundan burunqi so'zlab o'tgan A'udhu billahi minashaytonirrojim. Innalloha la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. Degan oyatning davomi ay فأما الذين آمنوا فيعلمون أنها الحق. Musha keldik. Bugungi darsimiz shu. Chunki biz oldingi darsda innalloha la yastahyi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha degan oyatning tafsirini o'qib bo'lgan edik. Degan bo'lsa فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم degan oyat oxirigacha inshaalloh o'sha tafsirini o'qiymiz. Xo'sh, Alloh azza va jalla bu oyat kalimada deydiki فأما الذين آمنوا amma iymon etganlar bo'lsa فيعلمون أنه الحق من ربهم u masalning yoki bu masal bayon qilishning ularning Rabbi tarafidan ekanligini, ularning Rabbi tarafidan bo'lgan haqiqat, haq ekanligini biladi. Va ammallazina kafaru fayaquluna maza aradallohu bihada masala. Ammo kafir bo'lganlar bo'lsa, ular derlarki Alloh bu misol bilan nimani iroda qilgandi deydi. Yudillu bihi kaseeran ve yehdi bihi kaseeran. Allah Taala mushu misol sabablik nurg'un kishilarni ozdurdi va mushu misol sabablik nurg'un kishilarga hidoyat qildi. Va ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Allah Taala bu misol bilan faqat fosiqlarni la ozdurdi deydi. Xo'sh, endi oyatning bir tafsir qilaylik. Musannif Ebul Barakat en-Nesefi rahimahullah Allah azze ve celle'nin فَأَمَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ diyen bu ayet kelimenin tefsiri dedi ki اَدْضَمِيرُ لِلْمَثَلِ dedi ki ennehu dedi ki damir lilmethel methel ki kaytıdı. Yani iman etkalları bolsa فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ o meselinin hak ikenlikini bildi. Ya ki لِأَيَّذْرِبْ İnna Allaha la yastahyi en yadriba degan ki en yadribaga qaytadi. Yani ya misal bayon qilish, ya misal bayon qilishga qaytadi, ya misolning o'ziga qaytadi. Damir. Fa ya'lamuna annahu al-haq degan yani u misolning haq ekanligini biladi yoki u misol bayon qilishning haq ekanligini biladi. Xo'sh, endi musannif dediki vel haq va Alloh taolaning annahu al-haq degan haq degan nima desa haq deganning ma'nosi nima? As-sabitul ladzi la yasughu inkaru. Ay la yajuzu inkaru. Yani inkar qilish joiz bo'lmaydigan sabit bo'g'uchi degan gap. Yani muqim bo'g'uchi, sifatlanguvchi. İnkar qilishga bo'lmaydigan, inkar qilishga qat'iy va durust bo'lmaydigan, sahih bo'lmaydigan sifatlangan bir ish nima bo'ladi? Haq. Yani inkar qilib bo'lmaydigan sifatlangan bir ishni nima deb ataymiz? Haq deb ataymiz deydi. Yuqalu haqqal amru. Haqqal amru deyiladi. Qanday bo'lganda iza sabata va vajaba. Bir narsa sabit bo'lsa, isbotlansa, dalil bilan isbotlansa va
şu narsa vacip bo'lsa degan gap, bunun chiqqan hukm vacip bo'lsa yoki shuning ishinish, buningga inkor qilmaslik vacip bo'lsa degan shu chaqda nima deydi? Haqqal amr deb. Shu gapga haqqal amru deydi. Endi min rabbihim ennehu'l haqqu min rabbihim. Allah Teala'nın min rabbihim degan so'zi fi mevdi'in nasbi alel hal. Yani nasbının o'rnida, yani bunun i'robi nima? Min rabbihimning grammatikalik o'rni nima desa, grammatikalik o'rni halga binoan alal hal. Bunu biz hal deb turib mansub deymiz. Min rabbihim. Qanday olib hal desa, yani fe'lamuna ennehu'l haqqu hala kevnihi min rabbihim. Hala kevnihi min rabbihim. Yani ularning Rabbidan bu nima bishadiki hala kevnihi deki zamir takdiran nega qaytadi, yana masal qaytadi. Şu misalning ularning Rabbining tarafidan bo'lgan holatida. Tamam? Şu misalning ularning Rabbining tarafidan bo'lgan holatida demanetimiz şu min rabbihim degan biz ne deymiz buna? İ'rabi mansub deymiz. Asli min rabbihim degan jar majrur. Qanday mansub bo'ldi desa, ya'ni mahallan mansub, mahalluhu mansub deymiz. Nimaga? Nimada desa, li'annahu halun deymiz. Endi halun degandan keyin savol keladi. Aynal amil idan? Ma huwa al-amil? Aqanda halning chuqur bir amili bo'lishi kerak, buni hal qiladigan bir amil bo'lishi kerak. Ma huwa al-amil desa ma'na al-haqq. Bu halni hal qilgan amil haqning ma'nosi. Ma huwa ma'na al-haqq desa as-subut. Ya'ni nima deymiz? أنه فيعلمون أنه أي أن المثل ثابت حال كونه من ربهم. ثابت حقنا ماذا ثابت؟ أن المثل ثابت حال كونه من ربهم يومون. يعني ولا مش مثالنا رب o مثالنا Rabbinin perverdigarının perverdigar tarafından boğan haletinde sabit ikenlikini bildi. Hoş endi ve zulhal biyade ad-damirul mustateru fihi. Bizde zulhal da bir nasıl var bilizler. Hal, zulhal. Ca'ani Zeydun rakiben desem, müşahede ki Zeydun nima? Zulhal. Rakiben hal. Anladın ki miyadiki zulhal bazılarının buludu, isim zahir buludu. Bazılarda damir buludu. Ya damir bariz buludu, ya damir nima mustater buludu. Mesela darabtu desem damir nima? Bariz mesela. Ve eğer desem çoğu miyadiki damir mustater. Damir mustater. Qasdi sana hale kevnihi dedim ma baytiman. Aş mesel kehale kevnihi zulhal aşina. فيعلمون أنه يعني هو أن المثل ثابت حال كونه من ربهم يعني أنه ذكي ضمير قاعدته مثل قاعدته ما أشو الضمير ما ذو الحال شنو ما أش مثل يعني مثل يعني ما أي يضربه يعني ضرب المثل يعني مثل مش يعني ذو الحال مش خش وأما الذين كفروا وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا kafir boğalar bolsa ula Allah Teala bu misal bilen nimini irade kılgandı, nimini mi irade kıla deydi. Endi hoş Abul Barakat en-Nesifi rahimahullah bu ayet kerimedeki tefsirinde deydi ki ve yuqafu aleyhi bizge qiraat, ilmul qiraatni so'zlab o'tadi. Ilmul qiraat. Deydi ve emmellezine keferu feyaquluna maza aradallahu bihada mesela deb mushu mesela degan yerda to'xtaladi. Vaqf lazım. Bi vaqfin lazım. Mijadki vaqfni o'tiladi, vaqf lazım. Lazım to'xtash kerak. Agar to'xtamaganda ma'no o'zgarib ketadi. Ma'no xato ma'no berib qo'ydi. Shuning uchun cho'qim nima qilish kerak? To'xtash kerak. Bilib turib to'xtasa gunohkor bo'ladi. Bilmay turib to'xtasa mayli afv qilinadi, lekin darhol tuzatilish kerak. Mada aradallohu bihada masala. Savol. Tabi bu to'xtamasak nima bo'ladi? To'xtamasak qanday bo'ladi desa, agar to'xtamasak deydi. Iz law wusila la sara ma ba'dahu sifatan la va laysa kadalik. Chunki agar Vusil degan bu ayet maza aradallohu bihada masalan yudillu bihi kaseeran ve yahdi bihi kaseeran deb ulab o'qilib qolsa, undan keyinki yani masalandan keyinki bu jumla
Mesela degan cümledeki misal sifati bo'lib qoladi, sifati. Va laysa degan halbuki laysa kadalik. Ahvol undaq emas. Buni oyat bu keyingi jumla masalaning sifati emas. Uchoqni sifati qanday ma'no chiqadi? Ya'ni kofirlar bo'lsa Alloh taolo yudillu bihi kaseeran va yahdi bihi kaseeran. Yani bu misal sababli nurg'un odamni ozdiradigan, bu misal sababli nurg'un odamga hidoyat beradigan. Bu misal bilan nimani iroda qilgandi? Deb munda ma'no chiqib qoladi. Ya'ni bu misal munda sifatligi. Nurg'un odamga hidoyat beradigan, nurg'un odamga ozdiradigan misal deb. Aminat aniq emas. Chunki hidoyat berish, ozdirish degan faqat Alloh taolaning ishi. Alloh taolo hidoyat berish, ozdirishni hidoyat berish, ozdirish degan nima degan gap desanglar, hidoyat berish degan gap Alloh taolo shu bandada hidoyatning ishlarini qilishni yaratib berish. Ozdirish degancha shu bandada ozg'unlikning ishlarini qilishni yaratib berish degan bo'ldi ma'nosi. Ammo unda o'zi bunda qanday ishi yo'qmi? Bandaning hech qanday aloqasi yo'qmi desa, tabiiy aloqasi bor. Alloh taolo innalloha ala kulli shay'in qodir. Alloh taolo har shayga qodir. Endi hidoyat berish, ozdirish degan gapmi Alloh taoloning shu qudratining ichidagi narsalardan. Lekin jaral ada Alloh taoloning shunday bir odati joriy bo'lganki, Alloh taolo shaylarni sabablarga bog'lab qo'ygan. Hidoyat Alloh taoloning hidoyat bandada hidoyat yaratib berishining sabablari bor. Banda shu sababni qiladi, Alloh taolo hidoyat yaratib beradi. Va ozdirishning sabablari bor. Banda shu ozdirishning sabablarini qiladi, Alloh taolo ozdirishni, ozg'unlikni bandada yaratib beradi. Shuniki sababiga qarab. U sabab bo'lsa, masalan, hidoyatning sabablari bo'lsa, yaxshilikni iroda qilish. Bandaning iroda juz'iyya, ya'ni iroda kulliya emas. Iroda kulli Alloh taolonikida. Banda o'zining ixtiyori juz'isi bilan, iroda juz'isi bilan yaxshilik qilishni iroda qilib, keskin niyatga keladi, iroda niyatning ustidan g'alati keladi. Shu chaqda Alloh taolo bandiga yaxshi hidoyatni yaratib beradi. Yaxshi hidoyatga sabab bo'lgan yaxshi ishlarni yaratib beradi. Shu banda shu yaxshi ishlarni qiladi, hidoyatga sabab bo'lgan yaxshi ishlarni qiladi. Mana bu bandiga nisbatan kasb deb ataladi. Bandaning shu qilgan ishi kasb deb ataladi. Alloh taologa nisbatan xalq deb ataladi. Alloh taolo yaratib beradi, banda qiladi. Tushundingmi? Nima ish yaratib beradi? Banda ixtiyor qilganlik uchun yaratib beradi. Va hammalar shundoq. La havla va la quvvata illa billah. Hammalar shundoq. Hidoyat va ozg'irish shuning ichida. Lekin sabab Alloh taolo tabiiyki sabab bilan ozdirishga, sabab bilan hidoyat berishga qodir bo'lgandek sababsiz, bila sabab. Sababsiz hidoyat berishga, sababsiz ozdirishga qodir. Lekin Alloh taoloninki odati davomli sabablarga bog'lab qo'ygan ishlarni. Natijalarni sabablarga bog'lab qo'ygan. Tushundingmi? Chunki bu sinoq maydoni, imtihon maydoni. Shu sababga qarata Alloh taolo jazo mukofot berdi qiyomat kuni. Bandniki ixtiyor juz'isiga qarata. Endi chunki agar ulab o'qib qo'yilsa, bu yerda nima kelib chiqadi desa, shu misolni o'zi ozdiradigan, shu misolni o'zi hidoyat beradigan gap chiqib qoladi. Undaq emas. Bu misol faqatdan bir sabab. Balki Alloh taolo misolni ozdirish, hidoyat berish uchun avatgani yo'q. Alloh taolo misolni masalalarni ro'shanlashtirib berish uchun, aqllardan yiroq bo'lgan masalalarni aqllarga yaqin bo'lgan misollar bilan bayon qilib, shuni o'qishtirib turib bayon qilib tushuntirish, masalalarni oydinlashtirib, aniqlashtirish uchun Alloh taolo keltirgan. Hargiz buni ozdirib o'tish yoki hidoyat berish uchun emas. Buni xato tushunib olganlarga menda xato ma'no chiqdi deydi, ulab qo'ysak. Chunki Alloh taoloninki kofirlarning qavlidan hikoya qilib so'zlagan qavli. Kofirlar mundaq deydi deb. Bunun ikinci yudillu bihi kesira ve yahdi bihi kesira Allah Teala'nın yüzündeki kavli. Kafirlerden nakil kılıp söyleyen kavli emez. Allah Teala'nın yüzünün kavli. Şunu anlamaya takmış. Ve leyse kezalik. Hoş emdi ne mi dağıdı? Ve fi kavlihim emdi ve fi kavlihim mâzâ aradallahu bihâzâ mesela istihkar. Emdi ulanın kavli de yani Allah Teala kafirlerinin ki mâzâ aradallahu bihâzâ mesela diyen kavline bizge hikaye kıpteped Allah Teala nakil kılıp. Bularning Allah muşu misallar nima demekçi daha? Nima demek qanda Allah Teala? Şunda katta Allah. Mıydı paşa, kumut diye narsa deb o'tiram tabiyada. Deb mıydı nima qilyapti o? Ko'zga ilmayapti. İstihqor degan. Allah Teala degan. Agar Allah Teala bo'lsa buni ham deb aytay. Allah Teala yarashapti bunday gap deb istihqor degan gap, ya'ni yiqil sanash. Ya'ni tuvan sanash. Tuvan sanash bordir.
Kema kalet Ayşe radıyallahu anha. Ayşe radıyallahu anha dedik. Fi Abdullah ibn Amr, yani Abdullah ibn Amr ibn al-As radıyallahu anhu hakkında. Ne diyor ki Ayşe radıyallahu anha? Ya aceben libn Amr'in hâzâ. Muhakkiratullah. Yani vay acaba ya ma ibn Amr'ga hayran kaldım. Vay aceben degeni ma ibn Amr'in işi acabinalik makma. Bu şey mi dem daha da yani muhakkiratullah. Yani Abdullah ibn Amr ibn As ne? Tüven sanığı yani ilmini tüven sanıgan halda. Ona mesela ilmini. Ne için degende? Çünkü Abdullah ibn Amr ibn As ayallah çukum goslu cinabetin goslu kılganda çukum çaşlarını çuvuş kerek. Aleyhinne en yunqidna şa'rahun diyen. Yani ula çaşlarını hemmini çok bankalığa bağlap kan çaşlarını çok hemmini çaşlarını çuvuş kerek. Digen vaxtda da Ayşe radıyallahu anha muşunun bilmem dikine ma ibn Amr yani ma ibn Amr demek ki hada diyen ki hada olan ismin işaret. Acı balagat kitapı çıktı sizlerge. Hada ismi işaret bazı kattalar çünkü de o mesela zalikel kitablar ne befider. Yani yakın dikinasını yarat gösterişten onun katılar olsa bazen yarat dikinasını yakınlık hada olan katıştan tahkir çünkü de o dep kelgen balagatta. Ma Abdullah ibn Amr acayip edem ki ya muşunun bilmem dikine addi bir bilim bu. Bu zaruratı din bağlan addi bilim bilmem dikine. Peygamber Aleyhisselam zamanları biz hiç kim ayallah çeçini çuğmaydı. Dep aşız yalanlar reddiye kaytırıp ve kılsana şunda diyen edi. Hoş. Emdi ve meselen ماذا أراد الله بهذا مثلا مثلا نصب على التمييز temyiz gibi binaen mensuptur. Yani temyizlik asasen züvel kuluğucu deyimiz. Hem de ev alel haliyak hallık asasen züvel kuluğucu. Hem de sizin inçki ve mesele var. Halı olsa kandak maniyetimiz, temyiz olsa kandak maniyetimiz. Temyiz diyen bir nesindeki cisimli gösteriyor, bir nesinin üzünü. Temyiz lizzat, lizzavat. Nevço hal lil ef'al. Hal diyen bir nesinin heyetini, nemelerine fiil işaretini gösteriyor bizga. Temyiz şu nesinin üzünü gösteriyor şuna. Temyiz şu nesinin üzünü iniqlab berdi o. Halço bir nesinin işaretini, heyetini iniqlab berdi o. Şuna mesela iştereytu menevani semnen. Bir şeydik semnen nima temyiz. Men iki patmandı, iki men degan gap yani bir men degan bir jin olsa men iki jin nima setib oldim? To'nyaq setib oldim deydi. İki jin semnen to'nyaq. Demak bir şeydik semnen nimani qiladi? Temyiz nimani qiladi? İki jinni. Semnen degan iki jin nima u? U nima degan javoblab berdi. Mada huwa? U nima degan u bo'lsa nima to'nyaq deb javoblab keldi. Lekin Ca'a Zeydun rakiben. Zeyd ulaqın mingen halde keldi desem çoğu. Bir yerde rakiben neminin qavatıdı Zeyd'nin haletini. Zeyd'nin kelgen haletini. Zeyd ulaqın mingen haletini keldi der. Demek bu bir iş hareketini gösteriyordu. İş hareketini iniqlab berıyordu. Lekin temiz çoğu şu nesinin üzünü iniqlab zavar. Sualın üzünü. Anda oğanda sual qanday keldi temizge ma huwa deb kelsa. Andan siz ki yani ma da iştereyt desa semnen. İştereyt semnen degan bo'ldi. Nima uchun o halço keyfeca. Yani keyf javoblab keladi. Nima? Hal keyfeca Zeyd desa rakiben. Hala kavnihi rakiben degan bunda javoblab keladi. Demak farqi shu bunda aytamiz. Miyada arpaqaydan davanda temizlab kelsa Mada aradallahu bihada mesela desa Allah bu misal bilan nimani irod qilgan demaymiz. Allah bu misalning o'zi bilan nimani irod qilgandi u deb aytamiz. Anda hal olganda shu desanglar Mada aradallahu bihada mesela deb Mada aradallahu hala kavnihi mesela. Mada aradallahu bihada hala kavnihi mesela. Yani Allah Teala bu gapniki misal bo'lgan holatida, bu gapning misal bo'lgan holatida nimani irod qilgandi u? Yani Allah Teala bu şu pashiningki meselesini, misalini bayon qilib nimani irod qilmoqchi u degan bo'ldi ma'nosi. Tamiz olgancha Allah bu misal bilan Allah bu misaldan nimani irod qilmoqchi? Bu misalning o'zidan, zotidan
Nemini irade kılgandı o. Bolsa, halosçu, Allah Teala bu misalını keltirip, bunu misal kılıp, hale kevnihi mesela diyor. Bunu misal kılıp nemini irade kılmakçıdır. Çünkü ama temyiz ile halini ayrışını mesela. Ben bunu okşarsam, okşarsı belki mesela desek, temyiz ma mensupken, halini mensupken de okşamayalım ama bulmaydı. Ne için temyiz bu? Mani için hal. Bu için ayrışlı bir ilişkilik. Bunun kendisi de muhakkik alımıdır Allah'ın. Bu mesela şu yüzek alımıdır şu. Kekavlihi hâzihi nâkatullâhi lekum âye. Mesela şu Sure Arap'ın 70. ayetinde hâzihi nâkatullâhi lekum âye. Manı bu Allah Teala'nın ki tügüsü silage alamettir. Yani manı bu Allah Teala'nın silage alamet kılıp bergen tügüsü. Yani manı bu Allah Teala'nın tügüsü silage alamet. Temiz bolganda manı bu Allah Teala'nın tügüsü silage alamet. Bunda manetimiz. Agar hal bolgançıdır, manı bu Allah Teala'nın silage alamet kılıp bergen tügüsü. Şuna manı bu Allah Teala'nın silage alamet kılıp bergen tügüsü de manetimiz. Hale kevnihi ayet degan bo'ldi. Hadihi naqatullahi lekum hale kevniha ayet. Yani manı bu Allah Teala'nın silage alamet kılıp bergen tügüsü yoki temiz bolgançı manı bu Allah Teala'nın tügüsü ma huwa desa alamet. Manı bu Allah Teala'nın tügüsü alamet. Ve emma em hoşem dedi ki فَأَمَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مَاذَا أَرَادَ اللّٰهُ بِهَذَا مَثَلًا دeb فَأَمَّا ve emma deb emma iki katını tekrarlandır. Emma harfun fihi ma'na şart. Emma deganimiz şart manisi bo'lgan bir harfdir. Şart manisi bo'lgan bir harfdir. Ve liza yujabu bil fa. Şu sebepten emma şu sebepten bu emma kelganda fa bilan javob beriladi. Bunda şartning ma'nosi bo'lganligi uchun, şartning ma'nosi bo'lganligi uchun bu javobiga fa keladi. Tamamlık cevabı fa keladi. Ve faidetu fil kelam. Hem de emmanın sözde, cümlede ne faydası var ise cümledeki faydası en yu'tiyehu fadle tevkid. Kalamga ziyade tevkidni beradi. Fadle tevkid degan gap teximiz ziyade, ortiq nima tevkid, kuchlantirishni beradi, ta'kidlashni beradi. Masalan taqulu Zeydun zahib. Sen Zeyd ketkuchudur deysen. فَاِذَا قَصَدْتَ تَوْكِيدَهُ Qaçan ki sen Zeyd ketkuchudur degan sözünü güçlendirishni maksat kılsan وَاَنَّهُ لَا مَحَالَةَ ذَاهِبٌ o çukum ketkuchi bu ketmeyi başka çaresi yok deganni sen maksat kılsan nima deysen qulta emma Zeydun fezahib deysen. Ama Zeyd bo'lsa qandoq bo'lishidan qat'iy nazar ketkuchudur deysen. Zeyd qandoq bo'lishidan qat'iy nazar ketkuchudur deysen. وَلِذَا قَالَ سِيبُوَيْ فِي تَفْسِيرِ. Bu sebepten İmam Sibevi yüzüne tefsirde mundaq degan. مَهْمَا يَكُمْ مِنْ شَيْءٍ فَزَيْدٌ ذَاهِبٌ. Yani emma فَزَيْدٌ ذَاهِب'in manası مَهْمَا يَكُنْ مِنْ شَيْءٍ فَزَيْدٌ ذَاهِب degan buludu degan. Emma'nın manası مَهْمَا يَكُنْ مِنْ شَيْءٍ. Şuna Hidayet Nehve'de Hidayet Nehve'de kitapta 5'i de nemine ya şu emma ba'd'in tefsirinde no yazıp koyduğu. Nemide mehma yekum min şeyin ba'del hamdi ve salah. Dirayet-i Nehve'de aynı yazıp koyduğu. Mehma yekum emma ba'd yani manası mehma yekum min şeyin ba'del hamdi ve salah. Yani qandoq bir iş buluşidan qat'iy nazar Allohga hamd Rasululloh tutilib qo'ygandan keyin buludu degan kelganda amma shu mehma yekum min şeyin kelgan. Xuddi mushu hamma yerda bu amma mushu ma'noni bilib ko'tarib ma'nodir. Mushu shart ma'nosi mana mushu. Buning da bir yerda shart ma'nosi bor, yana bir jihatdan ta'kid ma'nosi bor. Demak, shu buni harf shart deb qo'ymay, harfun harfu tawkidin fihi ma'na shart deymiz. Amma harfu tawkidin fihi ma'na shart deb nima qilamiz? Tunishtirganda. Ve hada tefsir bu tefsir men mehma yekun min şeyin fezeydun zahib degan bu tefsir yufidu kevnehu ta'kiden ve ennehu fi ma'na şart. Yani emmanın ta'kid harfi ekanligini ve o şartning ma'nosi ekanligini tushuntirib beradi. Shuni ifodalaydi. İmam Sibevi'nin biz bu tefsirini nima deb olamiz? Emmanın harf tevkid ekanligini birinci ve onun da şartning ma'nosi bor ekanligini nima bila olamiz. Hoş emdi. Ve fi iradil cümleteyni musaddarateyni bihi
Emdi bu iki cümleni fe'emmellezine amenu fe'ya'lemun ennehu'l hak min rabbihim ve emmellezine keferu feyekuluna mâzâ aradallahu bihâzâ mesela degan bu iki cümleni emme bilen başlangan iki cümleni keltirishde ve illem yekul fellezine amenu ya'lemuna vellezine keferu yekuluna ve illem yekul ve illem yekul fellezine amenu ya'lemuna vellezine keferu yekulun ma cümle itiradî cümle mu'telide yani ve innehu lem yekul فالذين آمنوا يعلمون والذين كفروا يقولون يعني إن مخفف عن الثقيل ديمز بنا ضمير الشأن يعني وفي إرادة الجملتين مصدرتين به إحمال عظيم لأمر المؤمنين ما هو كامل جملة أما وإنه لم يقل فالذين آمنوا يعلمون والذين كفروا يقولون يعني ما جملة اعتراضي شو تقصر الغن الله تعالى نمدي فالذين آمنوا يعلمون İman ettik Allah o misaldan Allah Teala tebrik biliyordu. Kafirler Allah Teala bu misaldan ne minin adı kandu değil o. Demedi Allah Teala. Ve innehu lem yakul. Bunda demedi. Belki fe'emmellezine amenu ve emmellezine keferu da bunda keltirdi. Ne için ise bunun da anda keltirişte ihmadun azimun li emril mu'minin. Müminlerin işini intayın azim diye büyük kılıp katılaş var. İhmadun azim kattı yani büyük katılaş. İhmad diyengep ihmad namazı maktaş diyengep. Azim yani büyük maktaş. Müminlerin işini intayın kattılap ululap maktaş var. Ve atidadun beligun bi ilmihim ennehu'l hak. Müminlerin bu misalın hakikatini bilişini intayın çekiri yetken terizde kata kılış itibar. İtidad diyengep sanaş Allah Teala bunu intayın yukarı seviyede kubul kılıdı. Kata alıdı. Müminlerin gepini Allah Teala ne kılıdı? Nezerge alıdı. Ya'tebir. Yani innallaha ya'tebiru kavlel mu'minin. Nima? Yani yukarı çekti Allah Teala müminlerin sözünü en yukarı deptege, yukarı seviyede kubul kılıdı. Yani gepini alıdı. Nezerge alıdı. Nezerini saktamaz. İtibarı alıdı diyen boldu. Ve na'yun alel kafirine igfalahum hazzahum. Emdi kafirlağa ulaniki hazzi ulanın taleyi nisivisinden gaflette qağallıqını xabar qilish. Na'i degan gap aslida shu ulam xabarini berishgan gap. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Najashi na'a Rasululloh sollallohu alayhi vasallam an-Najashi desa yani ulam xabarini Najashining ulam xabarini ba'da deganda na'a deb keltirdi. Lekin na'ning yana bir ma'nosi bor. Tavbih, tanqidlash. Yani nima deydi? Tavbih degan ma'noda. Yani Allah Teala kafirlarniki ularning aş baxt saadet ülüşü taleylerinden gafil qağallıqını qağallıqıga nima qildi kafirlarga tanqid qilib o'tadi Allah Teala. Tanqidlash. Ve emmellezine keferu maza aradalu bihada mesela. Ve remyehum bil kelimetil hamqa. Remyi degan gap nima ma'noda? To'hma degan gap. Yani ularning ahmoqonalarcha, ahmiqona so'zlar bilan yani nima bo'hton chaplashi. Bo'hton, ramyi degan gap bo'hton chaplash. Ularni ahmoqona so'zlar bilan bo'hton chaplashiga tanqidlash. Alloh taolo kofirlarni ularniki bunda ta'lidin mu'minlardek bunda katta darajaga erishishni hadyan va yuqori mu'minlarning darajasidek ulush nisibisi nima edi? Asli kofirlar askar qilmagan bo'lsa, shu jannatdagi bo'lgan katta darajalarga mu'minlarning darajasiga kofirlar ham erishgan bo'ladi. Hadduhumada. Bular o'sha haddidan nima qildi? Qo'ldan beribdi. O'sha hazdan g'ofil qolganligiga tanqidladi, aybladi. Kimni? Kofirlarni. İkinci ulaniki ağzını kelgancha "Mada aradallohu bi hada mesela." Xudoyim, Alloh taolo bunday misolni keltirib degan ahmoqona so'z degan bo'hton Alloh taolo chaplagan bo'hton tuhmatlarga aybladi. Shu ayblab "Ammallazina amanu fa'lamun annahu al-haq min rabbihim va ammallazina kafaru fayaquluna mada aradallohu bi hada mesela" deb keltirdi deydi. Xo'sh, ya'ni nima uchun buni ta'kidlaydi o? Nima uchun ta'kidlaydi desa, ya'ni Mümin Müslümanların gapının intayin to'g'ri, rost ekanligini, Alloh taolaning dargohida e'tibori bor ekanligini ta'kidladi. Kofirlarning o'zi desa, kofirlarning intayin oxiratdagi mushunday qalaymagan gap qilish orqali oxiratdagi darajalardan quruq qilib, oxiratdagi darajalarini bilmay, g'ofil qolganligini, undan keyin bularning ahmoqona so'zlarini Alloh taolaga nisbat berib, bo'htonlarni chaplaganligini aybladi kofirlar. Shu aybni ta'kidladi degan bo'ldi. Tushunalmi?
ماذا وماذا أمد ماذا ديجن ماذا أراد الله بهذا مثلا ديجن ماذا فيه وجهان bunun da iki yol var. ماذا da iki yol, iki üslup var. أن يكون ذا اسما موصولا بمعنى الذي birincisi ki ذا ماذا ديجن ذا اسم موصول buludu. الذي manası yani. ما الذي أراد الله ما الذي أراده الله بهذا مثلا ديجن buludu manası. أو الذي manası buludu. Ve ma istifham buludu. ما هو الذي أراده الله بهذا مثلا ديجن buludu manası. فيكون كلمة وجهda iki kelime buludu. ما بالكلمة استفهام كلمة ذا اسم موصول وجهda bir mubtada bir haber buludu وجهda. Ama bir mubtada bir haber buludu وجهda. وأن تكون ذا ikinci yol, ikinci vecih thani ikinci yol olsa ماذا ذا buludu murakkep buludu. ما ولا murakkep şiksi. كلمة مركبة مركب buludu مجعولة اسما واحدا للاستفهام. ماذا دينge şiksi bir ماذا زمان نما أي شيء بوده فقط ما ذا شكسي بالكلمة بردو منو تايك بيتقان ديش ما يمزج شكسي شكسي بس حال استفهام ده ما ينتمس يعني اسم استفهام فيكون كلمة واحدة وجاد شكسي بالسوز بردو أم ده برنجس كيف فما على الأول برنجس كيف الآن ما ذلك ما نبردو رفع بالابتداء يعني مرفوع بالابتداء يعني ابتداء لق أساسا مرفوع بردو ما نبردو برنجس كي إرابة مبتدأ بردو وخبره خبر ذا مع صلته ما ذا ديان ما الذي أراده الله بهذا مثلا ديان ذا اسم موصول أراد الله بهذا مثلا سيلس لان قشب اسم موصول ما ديان من مبتدأ خبر بردو أي أراد مع صلته ديان أراد صلته إيش ذان صلته أراد والعائد محذوف عائد خاصة أراد çokum isim mevzulu olganda isim mevzulu qaytılgan isim mevzulunun siliside isim mevzulu qaytılgan bir damir buluş gerek. Bu damir ya zahir buluş gerek, zamir bariz buluş gerek yani ma mustatir yani mahzuf buluş gerek, muqaddar. Yani ki aradehu da muqaddar, mahzuf. Ve ala thani ikinci yolga asasen yani ikisi kelime murakkep dedik ama mâda ikisi murakkep istifham bolganda وعلى الثاني منصوب المحل بأرادة. وشغدا مبتدا خبر etmeyiz, tekrar etmeyiz. Tekrar etganda ماذا اكسب بالكلمة وصا ماذا نمديمز استفهام. اسمه استفهام منصوب المحل ديان محله نصب ديمز. لماذا تسأل؟ لأنه مفعول به مقدم. مفعول به مقدم. نمنو مفعول به تسأل؟ أراد ديان fiil muakharının mef'ul sulu çağda. Manası ay şeyin aradallahu diyor. Manası Allah Teala kaysı bir nasini ki iradıqda. Allah Teala iradıqda Allah Teala onun narsini. Yani Allah Teala iradıqdan kaysı bir nasini diyor. Allah Teala yani ne demiz? Allah nemini iradı qılğandı. Allah nemini iradı qılğandı. Endi ma'ni etgan çağda qanday demiz? Siz mevzu olgan çağda feyaquluna maza aradallahu bi hada mesela Allah Teala bu misal bilen irade qilgan narsa nimadir? Bu misal bilan irade qilgan narsa yani Allah Taolaning bu misal bilan irade qilgani nima demaymiz. Birinchi qoidaga asosan. Ikkinchi qoidaga asosan nima? Ikkinchi qoidaga asosan ikkisini kelib murakkab desak, Allah bu misal bilan nimani irade qilgandi? Nimani faqat. Tushundim faqat. Allah Taolo bu misal bilan irade qilgan narsa nima? Deyishdi birinchisida, ikkinchisida Allah bu misal bilan nimani irade qilgandi? Tushundingmi? Shunchaki inchiki olishni so'rayman. Tercüme bu mühim derse bunu tercümeni Arap'ın bilmeydi bunu. Çünkü tercüme yapmaganda o da fakat biz gidip durdu. Biz tercümeni yüzümüz kaldığımız işletip çıkıp tetkik kılıp çıkırımız tercümeni. Tercümedeki intihar mühim bilim bu. Tercüme diyen. Ha, hoş. Hem de vel iradetu musannif biz geldi irade nispet. İrade, mâذا arada Allah diyen irade diyen manasını var. İrade diyen ne gelirse irade diyen masdaru aradtu şey'a. Men bir narsani irade qildim degandagi aradtu degan fiilning masdari. Arada yuridu aradtu degan fiilniki masdar. Yani ma'nosi idza talabethu nafsuka ve mala ilayhi qalbuk. Yani irade degan ma'nosi sening nafsing bir narsani talab qilsa va sening qalbing shu narsaga moyil bo'lsa, nima deyiladi? Irada qildi deyiladi. Irada degan gap
bir narsani nafsining talab qilishi, qalbning shunga moyil bo'lishi, burilishi nima ataladi? Iroda deb ataladi. Mana degan lug'at ma'nosi. Endi vahiyya indal mutakallimin, endi bu kalamshunoslarning ko'z qarashida, mutakallimlarning ko'z qarashida, aqida olimlarining ko'z qarashida istiloh, aqida istilohida nima ataladi? Ma'nan. Bu bir ma'no. Yaqtadi. Nimishqa ma'no desa, chunki biz min sifatil ma'ani. O'zida bir ma'noni bildiradigan sifatlar. Şuna Allah Teala'nınki aşı sıfat Eş'ari mezhebiga ko'ra 7 sıfat, Maturidi mezhebiga ko'ra 8 sıfat hemesinde batırdı o. Sıfatın maani de batırdı. Nemiş ki maani? Çünkü bu ma'nan vara'at zat. Allah Teala'nın zatıdan başka yeni bir ma'nini bildirdiğin bir ma'na. Ma'na. Şu an ma'na yapı demedi. Ma'nan yaqtadi emdi. Bu qaysi ma'na desa mana hadi. İrade deganning ma'nisi yaqtadi takhsisal maf'ulati bi wajhin duna wajh. Bir yo'lga emas. Bir yo'lni emas, bir yo'lni bir yo'lga emas, bir yo'lga qilinadigan ishlarni xoslashni taqozo qiladigan bir ma'no. Bir yo'lga emas, ya'ni bir yo'lga qilinadigan yoki bir yo'lni emas, bir yo'lga emas. Bir yo'l bilan qilinadigan ishlarni xoslashni taqozo qiladigan bir ma'no. Buni degan gap desa, Ulanbek 2000 qancha-yil tug'ilgansiz? 95. 95-yili emas, masalan 92-yili emas, 95-yili tug'ilishini taqozo qiladigan bir sifat. Iroda degan Ulanbekning 92-yili emas, ya 93-yili emas, balki 95-yili tug'iladigan nima tug'ilishini xoslashni taqozo qiladigan bir ma'no. Bunda adı irade. Çünkü kardeşler Allah Teala'nınki kudret deb bir sıfatı var. Allah Teala'nın kudret deb bir sıfatı var. Bu sıfat her narsega qodir. Mumkinatlarga bağlanadi. Her narsega qodir, her narsega qodir. Allah Teala her narsega qodir. Endi Allah Teala'nınki kudret oldida Ulanbekning 93 tug'ilishima, 95 tug'ilishima, 97 tug'ilishima o'xshash. Sava Allah hammaga qodir. İnnehu ala kulli şeyin qadir. Nima endi bu yerda Ulanbek agar hamma qodir bo'lgan sifatni o'tirisida 95 tug'ilib qolgani, agar biz iroda deb bir sifatni demasak, nima bo'lib qoladi? At-tarjih bila murajjih bo'lib qoladi. 93 tug'ilishi mumkin bo'lsa, 95 tug'ilishi mumkin bo'lsa, 97 tug'ilishi mumkin bo'lsa, bunda bir hammasi mumkin bo'lgan narsa besib ketgan bir kuch bo'lmasa, endi shu Ulanbekning 95-yili tug'ilishini kuchlantiradigan bir sifat lozim bo'lish kerak. Bo'lmasa mumkin emas. Yani at-tarjih bila murajjih mustahil. Min al-mustahilat. Tushunarmi? Endi unday bo'lgandan keyin cho'qim Alloh taolaniki shu 95ni Alloh taolaning qudratidan boshqa 95ni tug'ilishini xohlaydigan, taqozo qiladigan bir sifat bo'lishi kerak bo'lsa iroda. Tushunarmi? Bu muxassis deydi. 93, 95, 96 dan necha millionlagan ehtimolliklardan bir ehtimollikni xoslash, shuni qilishni xoslaydigan nima sifatdan birisi nima ataladi? Iroda deb ataladi. Shuni yodlab qo'yish. Iroda degan nima desa, iroda degan ma'nan yaqtadi takhsis al-maf'ulati bi wajhin duna wajh. Hada huwa iroda. Shunaqmi? Buni yodlab qo'yish kerak shu ma'noda. Intay muhim. Vallahu Teala, Allah Teala mevsufun bil iradeti alel hakikati inde ehl-i sünnet. Allah Teala ehl-i sünnet ve cemaat göz karşıda hakikat yolu bilen irade bilen sıfatlanmışıdır. Hakikat yolu bilen, mecaz emez. Allah Teala'nın irade sıfatı ehl-i sünnetin göz karşıda hakikattir. Hakikat yoluyla işitilgen irade. Mecazi manada işitilgen irade emez. Bunun ne demek ise, çünkü Mu'tezili Guruhin deydi, Allah Teala'nın irade sıfatını inkar kıldı. Deydi ki irade diyen sıfatı biz mecazi deyimiz. Bu Allah Teala'nın irade edilen sıfatı ya nimige esasen bu sıfat selbiye. Sıfat selbiye olsa bu diyen bir itibari bulundu. Yani Allah Teala mesela kadim dese Allah Teala kadimde bir sıfat yok Allah Teala'da. Bu yani hakiki bir sıfat yok. Bu yani itibari. Kadim diyen gap yani Allah Teala la yeni peyda olmagan diyen gap manası. La evvela la diyen oldu. Yani Allah Teala pak diyen gap Allah Teala necis diyen oldu mesela. Yani Allah Teala'nın nalak sıfatlarını nima qiladigan inkar qiladigan, zoyi qiladigan bir sifat bu irada degan. Ya'ni Alloh taolo irada qildi degan ma'nosi bir sifat bor deganlik emas, balki bu degan faqatlam Alloh taolo majbur emas degan bo'ldi ma'nosi deydi Mu'tazilada. Yani Bag'dodning Mu'tazilari bunday deydi. Innahu ta'ala Allah taolo irada bilan haqiqat yo'li bilan sifatlanmaydi.
Belki mecaz yoluyla sifatlanır. Yani feyda kıyla kaçan ki eradallahu kâda Allah Teala bunda irade kıldı değilse fe in kâne fi'luhu yani bu şu Allah Teala irade kılmış işi Allah Teala'nın fiili olsa Allah Teala'nın fiili olsa fe ma'nahu bunun manası ennehu fe'ale diyen oldu. Allah Teala bunda kıldı. Ve huve gayru sahin ve la mukrahin aleyh. Yani Allah Teala onu gafil kılıp kılmadı. Yani mecburlanıp kılmadı, zorlanıp. Belki öz ihtiyar bilen kıldı diyen oldu onun manası. Ve in kâne fi'lu gayrihi eğer Allah'ın gayrının fiili olsa o iş فمعناه أنه أمر به Allah Teala onu şuna kılışkı buyurdu diyen buldu. Lakin irade özellikle bir sıfat yok deydi o mütezil. Ama ehl-i sünnet ve cemaat irade diyen sıfat hakikiye. Nima vücudiye. Bar boğan, hakiki boğan. Yani Allah Teala'nın ki mef'ulatlarını bir vecih emez, bir vecihiyle bunun içine haslaşını takazza kıldıgan bir sıfatıdır deyimiz deydi. Yudillu bihi kesiran ve yehdi bihi kesira. Allah Teala bu misal sebeplik nurgullan kişilerini azdırdı ve bu misal sebeplik nurgullan kişilerge hidayet kıldı. Hoş, şimdi Musennif rahimahullah dedi ki carin mecrat tefsiri vel beyani lil cümleteynil musaddarateyni bi emma. Yani bu Allah Teala'nın yudullu bihi kesiran ve yehdi bihi kesira diyen kavli kavlun carin diyen buldu. Ama carin diyen sıfa. Kavlun carin diyen buldu. Kavlun carin mecret tefsiri vel beyan lil cümleteynil musaddarateyni bi emma. Yani emma bilen başlangan bu iki cümlenin tefsiri ve beyanının ornada manadıgan, cari bulunduğun bir sözdür. Yudullu bihi kesiran ve yehdi bihi kesira. Yani أما فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا diyen muş iki cümledeki tefsiri. Tefsirinin onu dikegen. O tefsir emez, şunun tefsirinin onu da. Yani o demek ki فأما الذين آمنوا iman et Allah'ın ki فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم. Allah Teala dikegen hak bir misal ikenligini bilgenligi bularning ki muşun misal arqılık nima qalıqı hidayet tapqalıqının misali. Ama oldiki Allah muşun misal keltirip adam nima demekçi Allah Teala munda tayin qilsin tilgalab deyish bilan muşun misalga muşun misalni hiqil sanıganlığı muşun misalni mesxir qilganlığı sebeplik ne bo'ldi? Azdı, azganlığı. Yani şununki bayan endi ma. Şunu alma. Şu macümle aldınqa şu ularniki haq deganligi ve Allah Teala nemini adıqandı deganligini nemisi bayan endi. Bunu nemini Allah Teala nemi demekçi degan bilan gap tugumadi. Aşı gap bilan nima bo'ldi ular? To'g'ri yo'ldan chiqib ketdi. Azdi. Lekin ular bu Allah Teala deb degan haqiqat deyishlar nima bo'ldi? Hidayet tapdı tushunolma. Nima demekçi? Ve enne fariqal alimin bi ennehu'l haq. Yani Kur'an-ı Kerim'deki muş misalının haq ekanligini biladigan guruh ve fariqal cahilinel mustahzine bihi o misalının hakikatini bilmeydigan ve o misalını mesxir kıladigan guruh kilahuma mevsufun bil kesre. Her ikisi mevsufun bil kesre. Köplük bilen sifatlanıcıdır. Yudulu bir kesiran. O guruh mu köp, bu guruh mu köp. Bu ne demek isteyeceğim de desanlar? Asli kaide boyunca biraz sesi de avni de ilmi mantıkta biraz kullanma. İlmi mantıkta tanakut da biraz kullanma. Tanakut degende her biz bu işe okşaş bir narsa bir yakıp kalmaydı. Köpnün karmı karşısında bana az. Aklının karmı karşısı kara. Küçünün karmı karşı gündüz ha. Her biz bu işkisi müstahil bir yakıp kalmaydı. Yani bu da ya Allah Teala yani bir ayette qalilun minel evvelin ve qalilun minel ahirin ve kesirun minel evvelin ve qalilun minel ahirin. İza vakat surasida sullatun minel evvelin ve qalilun minel ahirin. Deydi aşağıda sullatun degan kesir degan bo'ldi. Avvalgilardan ko'p, oxirgilardan az degan ama bunda ilişkiler nima ish qilyapti? Az yudillu bihi kesiran ve yahdi bihi kesira. Qanda ikkiniz ko'p bo'ladi. Bu ikki qarama qarshi tanaqud bo'lgan ikki narsa hidayat bilan az bo'l degani nima? Tanaqud. Tanaqud degan cho'qim birisi ko'p birisi az bo'lishi kerak-ku. Buni qanday tushuntirasiz deb birisi mantiqiy savol bilan akasa buningga berilgan javobni da'vatida musannif hozir. Tushunolma? Sizning kalomimga bakmagan gaplamdi bu. Kilahuma mavsufun bil kesra. Her ikisi ko'plik bilan sifatlanguchidir.
Ve ennel ilme bi kevnihi hakkan min babil huda. Muhabbetsi. Bizge hozir ikki masalani bayon qildi avvalan. Biri shu nimaga tushuniryapti, mush ikki jumlaniki amma bilan bayon boshlangan ikki jumlaniki tafsiri bayon ekanligini bizga yishib uni bayon ekanligi ve ennel ilme bi kevnihi hakkan min babil huda. Yani mush masalaning haq ekanligini bilish hidoyat bobidandir. Yani yudillu bihi ketiran ve yahdi bihi ketiradiki ularniki hidayet tapqaliginin misali, hidayet tapqaliginin bayanı nima desa, yani shu masalaning haq ekanligini bilishning o'zi nima? Ularniki hidayet tapqaliginin, shu masal sabablik hidayet tapqaliginin nima? Bayani deyapti. Ve ennel cehla bi husni mevlidihi min babid dalal. Endi bu misaldaki mevlidinin kelgan manbasinin intayin güzel, nihayet chiroyli ekanligini bilmaslikning o'zi min babid dalala. Dalalet babidan. Dalalet babidan. Yani hozir bizga bayon qilib turadi, nima bayon qilib turadi? Ularni va yudillu bihi katiran degani uni bilan nurg'un azdurdi deganning misolini bayon qilib turadi. Yani laf nashr g'ayr murattab shaklda. Laf nashr g'ayr murattab shaklda bizga bayon qilib turadi. Bayon qilib, yani ularniki ezib ketganligining bayoni nima desa, yani mushun misolga buni nima qilmay, haqda bilmay, bu misolni haqda bilmay, balki uni masxara qilganligi va buniki intayin chiroyli bayon qilingan misol ekanligini bilmaslikning o'zi nima? Min babid dalala, ozg'unlik bobidandir. Xo'sh. Endi bizga nimani bayon qilib o'tdimda? Kathir, hech kimisi katiran dedi dedimi? Hech kimisi katiran dedi. Yani azg'onlarmi ko'p, hidayet tapqanlarmi ko'p deb, hech kimisi ko'p deb keldi. As qoida bo'yicha ko'pning qarshi az bo'lish kerak edi. Qanday tushuntiramiz buni degan endi javob berdi. Ve ahlul huda kathirun fi anfusihim. Hidayet ehli ularning nafslarida, ularning o'zlarida ko'pdir. Ular o'zlarida ko'pdir. Ve innama yusafuna bil qillati bil qiyasi ila ahli dalal. Ameliyatda hidayet ehli bo'lsa, ameliyatda o'zi ko'p. Hidayet ehli o'zi ko'p. Lekin buni nima deb oz deb sifatlaymiz desa, buni oz deb sifatlanishim ozg'unlarga qaraganda ozlik bilan sifatlanadi. Ya'ni masalan jamallarga, ozg'unlarga nisbatan masalan bu yurtda 3 odam yaxshi ta'lim bo'lsa, 7 odam nima? Eski odam. 3 odam yaxshi odam bo'lsa, 7 odam eski odam. Endi yaxshi odamlardan nima? Eski odamlar ko'proq chiqadi. Yaxshi odamlarning ozligimiz, yaxshi odamlarning o'zi oz deganik emas, lekin yomon odamlarga selishtirganda son jihatdan, adad jihati, joma, adad jihatdan oz deganlik to'g'ri. Xo'sh, endi vali annal endi mobil sababi, tushunarlimi? Amaliyotda o'zi ko'p. Endi o'zi ko'p degani tushunarli. Qanday olib o'zi ko'p bo'ladi? Yaxshilar qanday olib o'zi ko'p bo'ladi desa, vali annal qalila min al-muhtadin kathirun fil haqiqa ve in qallu fis sura. Yani hidayet topquchilardan bo'lgan ozg'ina odam haqiqatda ko'pdir. Hidayet topgan, to'g'ri yo'l topgan yaxshi kishilar haqiqatda ve in qallu fis sura, yani surat shakl jihatda, ko'rinishda ozdek tursa-mu amaliyotda ko'pdir. Yani bir dan yaxshi odam 100 dan yomon odamga tetiydi. Bir yaxshi odam 100 balki 1000 yomon odamdan nima salmoqli. 1000 odamdan jiqroq manfaat yetkazadi, 1000 odamdan jiqroq foyda yetadi xalqqa. Bir yaxshi odamdan. Tushunarlimi? Shu jihatdan mojihatim ko'p. Yani 1000 odamga tashlaydigan bir dan yaxshi odam, bir dan muhtadi, shu jihatdan nima ko'p demakchi, tushunarlimi? Mesela şair okutken, Abi Tamam diyen şair okutken, şiir okutken. İnnel kirame kethirun fil biladi ve in qallu kema gayruhum kullun ve in kethuru. Ma qallu nemes kullun. Kema gayruhum kullun ve in kethuru. Yani şüphesiz ki mertler, kiram diyen isimler diyen yapım. Yakşiler diyen yapım. Kiram diyen mertler, sehiler, isimler, yakşiler diyen yapım. Kiram diyen. Yakşiler kesirun fil bilad. Eğer kendi yüz az boğan takdirdi şehirlerde köp. Yaxshilar şehirlerde yüz sani az boğan takdirdi köptür. Qallu kema gayruhum kullun ve in kesuru. Şundaki xuddi yaxshilardan boshqasi ekan, yomonlar demak, yomonlarning tilg'ami fasad. Yomonlarning tilg'amasi qulun fasaddir. Ularning yani tilg'a og'izligi yo'q. Gayruhum deb qo'ygani, yani yomonlarning tilg'a og'izligi yo'q.
Yani yaxshilarning g'ayri qo'llini ozdir, qalilun degan bo'ldi. Qo'llini degan. Ozdir va in kasuru. Agar garchi ko'p bo'lsa-mu. Ya'ni yomon odamni, eski odamni haqiqatdan ko'p bo'lgan bilan bular oz hisoblanadi yaxshilik qaraganda. Yaxshilik qaraganda. Qur'oni Karimda masalan ay minkum 20 sabirun minkum yaghlibu 200 dedi va ya'ni haqiqiy sabr qila oladigan 20 odam bo'lsa 200 odamga g'olib bo'ldi dedi Alloh taolo shundami? Xuddi shuningdek. Ya'ni bir yaxshi odam 10 odamga tetiydi. Anladın? Belki 100 odamga tetiydi, belki 1000 odamga tetiydi. Yamanlar haqiqatdan ko'p bo'lib ketsa-mu, u degan bir küpük, dengizning ustidagi küpük yo'qolib ketadi. Ularning tarixda hech qanday izi qolmaydi. Xalqqa hech qanday foydasi yo'q. Zina bo'lgan bilan foydasi yo'q. Shunga tillar daston bo'lmaydi, ko'z ko'rinmaydi. U hisob emas, ya'ni pichak emas, pichak deymiz. Tilga og'ir bo'lgan, barmoq sanog'li bo'lgan haqiqiy erkak isil odamlar degan oz bo'lgan taqdirda bu vaznisi ig'ir. Shunga Alloh taolo Ibrohim alayhisolamni kamil ummatan deb atgan edi. Ibrohim alayhisolamni yolg'iz bir Ibrohim alayhisolamni ummah deb atgan edi. Bir ummat, şu bir ummat, çoğun bir ummat, bir millet, bir xalq, bir zamanda o'tgan, bir davrda o'tgan bir odamlarga tetiydigan bir odam edi. Deb Alloh taolo bunda dedi. Tushundingmi? Gapmayadi. Tushunmayadi. Asli birisi az, birisi ko'p bo'lishi kerak dedi. Alloh taolo ikkinchi ko'p deb ko'rsatgan sabab son jihatda yomonlar ko'p, lekin amaliyotda, haqiqat jihatda çok yaxshilar ko'p. Haqiqatda zotininki vazni, darajasi, buniki mavqasi, foydasi, ta'sir jihatdan nimalar ko'p, yaxshilar, hidoyat topishlar ko'p degan bo'ldi. Tushundingmi? Xo'sh. Val idlal degan xalqu fi'li dalali fil abd. Bandada azg'unlik fi'llarini yaratish. Adamni to'g'ri yo'ldan chiqargan fi'l harakatlarni yaratib qo'yish nima? İdlal deb atadi. Hidoyat degan so'z hidoyat degan xalqu fi'li ihtida. Ya'ni hidoyat tepishning fi'lini yaratish. Ya'ni odamni hidoyatga boshlaydigan yaxshi yo'lga sababchi bo'lgan ishlarni yaratib bilish. Bunda ataladi hidoyat deb ataladi. Endi ma'u shuniki idlal hidoyatniki o'zining ma'nosi. Ya'ni Mulla Juni rahimahulloh Nurul Anvarda 5da bu idlal hidoyatni deb hidoyat ikkiga bo'lgan. Masalan, hidoyat deganda birni ad-dalalatu ila al-maqsud, ad-dalalatu ila ma yusilu al-maqsud ikkiga bo'lgan. Hidoyat degan biri maqsadga boshlab qo'yish. Bu degani o'sha xalqi fe'l ihtilo degan ma'no. Alloh taoloning qilgan, Alloh taolo qildi. Ya'ni biri maqsadga ilib borgan yo'lga boshlab qo'yish. Buni payg'ambar alayhisalom qila oladi, Qur'onni boshlay oladi va boshqa olimlar boshlay oladi. Miyada buni hozir qilmayotgan olimlar buni deb ataydi, biz birini hidoyatut tarshid, hidoyatut tavfiq. Hidoyatut tarshid degani to'g'ri yo'lga ko'rsatib qo'yish faqat, to'g'ri yo'l ko'rsatib qo'yish degan bo'ladi. Hidoyatut tavfiq degani to'g'ri yo'l tatbiq selish degan bo'ladi. To'g'ri yo'lga selish kimning qo'lida? Alloh taoloning qo'lida. Ya'ni hidoyat ko'rsatib qo'yish degan to'g'ri yo'lni ko'rsatish degan payg'ambar alayhisalom ko'rsatdi, Qur'on ko'rsatdi, butun olimlar ko'rsatdi, yaxshilik boshlaydi. Shuningmi? Shunda olgandiki Qur'oni Karimdagi innaka la tahdi man ahbabta valakinallohu yahdi man yasha degan oyat bilan innaka la tahdi ila siratil mustaqim degan oyatning o'rtasida qarama-qarshilik qilib chiqmaydi. Ya'ni hidoyat ikki xil bo'ladi. Biri ad-dalalatu ila al-matlub. İkincisi ad-dilalatu ila ma yusilu al-matlub. Endi olganda. Unkenidin miyadagi musannifning demak cho'g'an hidoyat qasi xalqu fi'l ihtida. Ashu hidoyat tepishdan iborat harakatning o'zini yaratish degan bo'ldi. Men fi'l ihtidoni miyadagi izofatni sizlar izofat bayoni olsanglar xalqu fi'lin min al-ihtida. Xalqu fi'lin min ad-dalal desanglar o'shada ozg'unlikdan iborat harakatni yaratish. Hidoyatdan iborat harakatni yaratish deb tushunsangiz, ta'minlovchi ma'no degan bo'lar. Azg'unlikdan iborat fi'lni yaratish, hidoyatdan iborat, hidoyat tepishdan iborat fi'lni yaratish. Bu faqat Allohning ishi. Tushundingmi? Alloh taolo men abay biz deb berganda hidoyatni sabab bilan yaratadi, sababsiz ham yaratishga qodir. Lekin Alloh taoloning odati shuki sabab bilan yaratadi. Biz hidoyatni tepish uchun hidoyatning sabablarini qilsak, Alloh taolo bizga hidoyatni qalbimizda qilib berdi, yaratib berdi. Va hidoyatimizni ziyoda qilib berdi. Hidoyat ustiga hidoyatni ziyoda qilib berdi Alloh taolo. Sabablarni qilish kerak. Hada huwa al-haqiqatu inda ahli sunnah. Mana mushu ma'no, ya'ni hidoyatdan iborat fi'lni yaratish yoki ozg'unlikdan iborat fi'lni yaratishdan iborat mushu ma'no haqiqiy ma'nodir. Ahli sunnah ko'z qarashda bu majoziy ma'no emas, haqiqiy ma'no.
Hoş emdi ve siyakul ayeti li beyani enne mestenkerehu. Emdi bu ayetin siyakı. Muş ayetindeki yudullu bihi kethira ve yehdi bihi kethira diye ayet başlık ayetten bu ayetin kimde o baş ayet qaraydigan bolsak. Nima uchun kelgan desa, yani nimasi qala desa ayet nima uchun keltirildi desa, li bayani annena siyaqul ayet degan nima uchun desa, yani ibaratun nas demek uchun. Onu nas. Nas degan nima? Nas degan masiqal kalamu li ajlihi. Usul fiqhda chiqadi. An-nassu masiqal kalamu li ajlihi. Yani vasiyaqul ayet degan nima uchun ham nas keldiysizlar. Bizda zahir nas yani bir mufassal yani bir çoğu muhkem. Demek bu da vucuh الدلالة يا ممكن وضوح من جهة الوضوح تذكر بندو من جهة الخفاء تذكر بندو بزا مشونك نص ماسق الكلام لأجله يعني آيات نكى أساسي مضمون دين أساسي معنسه أساسي مضمون المادة لبيان أن ما استنكره الجهالة من الكفار أساس ما آياتنا أساسي مضمونه şunu bayan kılış üçündür ki yani kafirlerin ibadet cahiller inkar kılgan nasa vestagrabuhu yani bu ular garip yani galit sanılan nasa min en tekunel muhakkiratu minel eşya madruban bihel mesalu leyse bi mevdi'il istinkar vel istigrab. Yani nemeden ibaret ise min en tekunel muhakkirat minel yani muhakkirat minel eşya madruban bihel mesal. Yani misal bayan kılıngan bu şeyler ibaret hakkın naslarının misal bayan kılınan şeylerden ibaret muşu hakkın neslerinin garip buluşu ve inkar kılıç tıkıştık buluşunun ibaret muşu iş cahillanı ki leyse bi mevdi'il istinkar ve istigrab. Asli inkar kılıç tıkıştık, garip sanatçı tıkıştık olunda emez. Yani bu anda bir ayet namazı bunu bulanı ki Allah Teala muydan misalını bayan kılıyı bilem do dep git akıdın yarak sanığını yani bu akılga muvafık emas deb o'ylaganliginin o'zi nima bu anda o'ylaydigan misal emas yani anda o'ylab ketdi ish emas bu. Alloh taolaning fashini misal keltirganligining o'zi herkes mi akılga sig'maydigan anda bir akılga sig'maydigan ish emas, normal gap bu, normal gap. Da'vatdir. Nimishqa? Nimada desa li anna tamsila çünkü bu temsil deydigan Alloh taolaning fashini misal keltirganligi mesela inna Allah la yestahyi en yadriba mesela ma ba'uda demiş fasılın misal getiriyor ki inna ma yusaru ileyhi niçin Allah Teala niçin misal getiriyor buna dese çünkü misal getiriş inna ma yusaru ileyhi söz meselge ürülüdür yani mesel yetkuzuludur. Qanday ayda dese lima fihi min keşfil ma'na çünkü bu mesel bayan qilishda ma'nini echib o'tish bor. Ve idna'ul mutevahhami minel müşahad yani tevahhumni xiyalımızda bor bo'lgan narsani mushahad degan gap ko'zimizda ko'rilayotgan narsaga yaqinlashma. Men depadi besh depagan gap. Yani buni anda aqlga sig'maydigan narsa deb kelmasin bo'ladi. Chunki misol bayon qilish nima uchun desa, misol bayon qilish yani ma'nini echpirdi. Yepiq bo'lgan ma'nilarni echpirdi. Va bunda ma'naviy bo'lgan narsalarni hissiy bo'lgan narsalarga chelishtirish orqali yaqinlashtirib turadi. Tevahhum yani xiyol, farzimizda bo'lgan, tasavvurimizda bo'lgan narsalarni amaliyot ko'zimizdan ko'rilgan narsalarga chelishtirish orqali yaqinlashtiradi. Ha, bunday narsalar. Fa in kana al-mutamassalu lahu aziman. Agar mutamassal lah azim bo'lsa, mutamassal lah masalan bijada pasha masalan. Demakcha, masalan misol keltirilgan narsa, misolning o'zi mutamassal lah. Misal keltirilgan narsaning o'zi azim degan katta narsa bo'lsa, kanal mutamassalu bih kazalika degan gap mutamassalu bih ham shuni o'sha katta narsa bo'ladi. Ya'ni misol keltirilgan narsa intayin katta narsa bo'lsa, uning uchun misol keltirilgan narsami, ya'ni mutamassal bihning o'zi nima bo'ladi? Katta narsa bo'ladi. Shuni arishib. Va in kana haqiran agar mutamassal lah haqir narsa bo'lsa, mutamassal bih ham shuningdek haqir tilg'oq narsa bo'ladi. Pasha masalan Misalki paşa haqiqiy narsami? Paşa haqiqiy narsa bo'lgandan keyin mushuk Alloh taolaning misol keltirgan narsaning o'zimi endi nima ya'ni pashichilik bir narsanimi? Pashichilik bir narsami Alloh taolo misol qilib keltirishdan hayo qilmaydi degan gapdan ya'ni shunchalik kichik bir narsani Alloh taolo bayon qilib berdi. Alloh taolo shunchalik kichik ya'ni adasiz oddiy kichik narsalarni Alloh taolo bayon qiladi degan ma'no chiqadi. Ya'ni paşa intan kichik narsa bo'lsa bu paşını selektirip oluşturan narsanın özü mü? Şurada kichik narsa bo'ldi degan gap. Ala tara, qaramam sen.
ennel hakka lemma kana vadihan celiyen temessele lehu bid-diya'i ve'n-nur. Yani hak intayin vadih, roşan, celi, yani uçuk, iniq boğanlık için temessele lehu bid-diya'i ve'n-nur. Yani hakka diya degan nur ve nur yorug'lik bilan. Diyaning ma'nosi nur, nurning ma'nosi yorug'lik, tushunarmi? Asosiy diya degan yorug'lik, nurga nur o'sudligi tarjimada diyaning ma'nosi nur, nurning ma'nosi yorug'lik degan. Mana bu bunday gap. Yorug'lik bilan nur bilan misol keltirildi. Hakka minaz-zulumat yukhrijuhum minaz-zulumati ila-nur deb hakka nur bilan misol keltirildi. Va annal batila ve batil lemma kana bi ziddi sifatihi haqqning sifatining qarama-qarshi bo'lganligi uchun temessele lehu bi zulma. Uningga zulmat bilan misol keltirildi. Zulmat bilan, ya'ni yukhrijuhum minaz-zulumat deb nahaqqa, batilga zulmat deb misol keltirildi. Nimishqa u qorong'u. Batil xuddi kichik o'xshash qorong'u, zulmat bo'lganligi uchun. Va lamma kanat halul alihati allati ja'ala al-kuffar. Ya'ni kafirler ilah kılvagan ilahlarının ki atılmış ilahlarının hali kafirler Allah Teala'ya teng tuş diye vagan delillah diye Allah Teala'ya teng tuş kılvagan ilahlarının atılmış ilahlarının hali la hala ahqara minhu. Onun da mehkırrak bir hal bomağalık üçün bomağaçka. Ulanın halıdın mehkırrak tilgağıcı hal bomağaçka ve akalla diye onun da azrak tüvenerek bir hal bomağaçka. Ve lidalik aşının cidden ceale beytel ankabuti misleha fid da'fi vel hevan. Allah Teala ömüçük torunu xuddi aşık nimelerge ilahlarına halı okşattı. Acizlikta ve boşlukta. Yani xuddi ömüçük torunun kendinde bir kuvveti bulmagandek, çıtamçalık bulmagandek, boş bulmagandek ulanın ilahlarına ama kuvveti yok, boş aciz nesile. Yüzünün acizliği çıkamaydıgan nesile. Ve cu'ilet aqalla minez zıbab. Çivindin mu? Azra kılındı. Ve dulibet leha el-ba'uda fellezî dûneha mesela. Ulanın ilahlarının halıga hatta paşımı bayan kılındı. Fellezî dûneha mesela. Hatta paşının tüvendeki küçüklikte paşının mı tüven boğan nesile misal kılıp bayan kılındı. Anda oğan diken lem yustenker ve lem yustebda'. Bu diken bu mındakikalıkı lem yustenker. Asli nima? Bir inkar kılınmaydı lem yustenker. Yani bu inkar kılınmaydı. Ve lem yustebda' yeniden peyda kılınğa işemez. Bu yani bu bid'at dep sanalmaydı. Yeniden peyda kılıngan dep sanalmaydı. Ve lem yuqal lil mutemessili emde mında muş misal keltiriciye istahi min temsilha bil ba'uda. Ey paşulan misal keltiricinin haya kılınay değilmeydi misal keltiriciye. Mında değilmeydi. Nimiş qal li'ennehu musibun fi temsilihi. Çünkü uzun misal keltiricisi toğru iş kılgıcıdır. Toğru tapıcıdır. Muhakkun fi kavlihi uzun kavlide haklıktır. Saiqun lil meseli ala qadiyeti madраbihi. Misal ne? Aşı yüzündeki bayan kılındığın meselenin üstüne bayan kılgıcıdır. Misal ne? Del cayığı getirip bayan kılgıcıdır. Cayide emes getirmeyi del cayığı bayan kılgıcıdır. Ve li bayani ennel mu'minin ve birinci manisi. Çünkü ayetli manisi yani Allah Teala'nın paşıyla misal getiriş her kısmı yani cayığı getirmeyi kalan gepemez. Del uğurluğu gelen gep. Böyle. İkinci veli beyani ennel mu'minînellezîne âdetuhum el-insaf ve nazar fil umur bi nazaril akl. Ve şunu beyan kılış şundur ki yani ularning adeti insaf bo'lgan ve işlağa akıl nazri bilen qarashga adetlengen mu'minlar iza semi'u bi hada temsil alimu ennehu'l haq. Qachon bunda temsilni anlasliginde bu temsilning haq ekanligini nima biladi. Ve ennel kuffarellezîne galabahumul cehl. Endi ve ular cahillik nadallık akılları galip olan kafirler olsa kaçan ki bu temsilini anlasılar kabaru diye çoğunçılık kılıdı. Ve anedu diye cahillik kılıdı, tersalık kılıdı. Ve kadav aleyhi bil butlan. Bu mescitte bu temsilge batıllık bilen hüküm kılıdı. Ve kabeluhu bil inkar. Bu meseleyi inkar kılışı ile karma karşı çıkıyordu, yüzleşiyordu. Ve enne zâlike sebebu hudel mu'minin. Ve yani şu müminler yeni bir yeni mi için dese bu ayet kelimenin keltirişindeki siyakını müdalat kıldı ve şunu müdalat kıldı ki yani şu ayetini keltiriş sebebe hudel müminlerin hidayet tepsinin sebebidir. Ve enne zâlike sebebu hudel müminin. Müminlerin hidayet tepsinin sebebidir. Ve dalalul fasıkîn fasıkların ezişinin sebebidir. Bu sebep, bu misal ne? Bu misalın yüzü azdırmaydı, yüzü hidayet vermediği sebepçi. Çünkü normal sebepçi.
vel acebe minhum. Keyfe enkerular. Ulardan bu acep dinlerlik. Ulardan bu acep dinimiz. Acayip acep dinlerlik şu ki, acep dinlerlik şu ki. Vel acep minhum. Ulardan acep dinlerlik şu ki. Enkerular. Keyfe enkerular. Bunu kandak mı inkar kılıdı ular? Yani ulanın tili de adeti babında gaplar. Ulanın yüzünün, ayakının adeti de bu gapta iştiletilir o. Bu kandak mı yapsın bunu? Kandak mı acabını kesin bununla? Bunun inkar kılığına hayran kalırız. Asli acabı nerede ki Allah Teala'nın misal getirgerlik emez, belki bunun misalga inkar kılıq bulanın. Demiş ki: "Ve ma zalen nasu yadribunel emsale bil behaim." Hala kişiler, insanlar hayvanatlar bilen, tuyur, uçar kuşlar bilen ve ahnaşil ard degen zeminin haşeratları bilen sizler ibaret demek. Ve ahşaşil ard vasıfları olur. Yani haşaratul ard. Zeminin haşeratları bilen misal getiriş hala kişilerin ağızda tilden tılgın nima küçük emmekte. Fakalu mesela ula Araplar ne dedi? Mundak dedi. Ecma'u min zurra. Ecma'u min zerra. Ecma'u min zerra. Bu adam çümüledi mi yani? Zerra diyen çümülenin küçüğü. Çümülü bilemsizler? Çümüle diyen nemle. Zerra diyen nemle, sagirun nemle. Bizde inciki var yapıyoruz biz. Yani küçük çümüle. Küçük çümüledi mi bak topluluk adamken bu. Yani çümüle diyen toxtumay nasıl toplaydık uyga. Toxtumay kışçı yeyimizde birden toxtumay uyga uzuq toplaydigan. Yani bir adam toxtumay uyga nasıl tutuşuq adam bolsa Arap nima deydigan? Toxtumay nasıl yağıdıq adamni. Çümülüdünmü bak nasıl yağıdı ekan dep qo'ydigan. Onu keleden bak qaşan adassiz haydvasım ketmaydigan adamni ajra'u min az-zubab. Çüvündümü cüretlik, çüvündümü batır adam ekan bu. Yani uptusumu ketib qo'ymaydigan qaşan adamga çüvündümü yüzü qirin adam ekan deydigan. Ve esma'u min qurat. Adassiz bir yerde bir yaxşılık barken, bir yerde bir milas haqıqtı ya bir yerde bir yaxşılık barken dese, şu hamman yuvub kelib adamga ve esma'u min qurat degan yani çusudan mı bek quluq anglaydigan adam ekan, çusa. Qurat çusa deb narsa bor. Çusa degan nima desam, at, qo'y, kala, tugilarga tushadigan bir fitna o'rnidagi bir narsa. Chaqadigan shundan qinni sho'ydigan. Kana bizni kana ham deymiz. Çusa ham deymiz, vespit ham deb qo'yamiz. Şu narsalar. Yani hayvan uçurgan pit emdi. Şunu gelsin. Yani bu Kur'an diyen narsa, bu kana, vespet, bu çusu diyen narsa şunda acayip kuluk anlaydıken ki, yani bunu buraydıken, bülgürlük neresinden bir tüge bir narsinden köse, şunu anlap, şunu teyarlap dururken şunu çaplaşmadı. Bülgürlük neresinden kilerdik izler. Şunun için Araplar, yaman bir yerde bir yakşılık barken kuluk derhal badi anlatık adamını, ve esma'u min Kur'an de koyduken. Ve ad'afu min farasha. Kipinekten mi aciz nesken bu? Pervaneden mi aciz nesken deydi. Bek aciz, bek garip nesken adamlığı. Ve akelu min as-sus. Amdi. Aş acayip nesini yap toymaydigan, aş kan yani tikindi nesi olsun yap tükütüdügan nesken. Ma küydüm bek yeydigan nesken ma o. Küy. Bizde küy dep nesi var. Sus. Kut. Aslında bu nima o'zi bu dude. Lekin bunun kiyim kechak tushadi. Mesela buğday qunaq degandek, kiyim kechak, talpak degandek narsaga tushib, kuylab yeyidigan bir narsa bor. Bu shuni sus deydi. Yani kuydimmi bagaydigan narsa ekan deydi. Va ad'afu min al-ba'uda bak ojiz narsaga, pashidimmi ojiz ekan deb misol keltirdi. Va a'azzu min mukhil ba'ud amdi. Adassiz shu tepelishi bak oz tepiladigan, nadir, yaman oz uchraydigan ishlarga kelsa, nima deydi ekan? Va a'azzu min mukhil ba'ud, yani a'az ag'la degan. Yani bu paşının menistimi bek az tepiladigan narsa. Yani ag'la. Paşının menistimi bek qimmatli degan gap. Paşının mengisi yo'q asası. Bizde mazlum kişinin unu yo'q, paşınınki quni yo'q degan bir gap bor bizde. Bizde paşının quni yo'q, mazlum kişinin unu yo'q deb. Xuddi shunday paşının mengisi yo'q ekan. Qalış kichik bo'lgan ekan. Yani paşının mengisi yo'q. Tep qo'lolmaydi qam almas dey mesela. Nayti az bir narsa ushab qolsa, bu paşınınki mengisimi bek atvan asken mavo deb az tepilgan asken deb keltirgan. Şu çanalama yani Arapning ichida mushundan misol keltirganlar ba, uni ishlatadi deydi. Uni ba turib. Walakin daydanul mahjuji vel mabhuti an yarda li fartil hayrati bi daf'il wadihi ve inkalil laihi. ولكن ديدن ولكن تشديد لموسى ولكن ديدن المحجوج يقولون ولكن المخفف أن يثقل موسى ولكن نهود موسى ولكن
deydanul mahjuj biroq deb biroq shalliq so'z shuki demak ham bo'ladi deydanul mahjuj deydan degan ada degan bo'ldi adatu adatul mahjuj degan allazi g'ulibat fil hujja ya'ni hujjatda mag'lub bo'lgan odamning odati deydan degan gap odamning odati val mabhut degan gap buhitallazi kafar ya'ni hujjatda mag'lub bo'lib allazi g'uliba fil hujja va lam yastati an yatakallam buhit degan gap ya'ni hujjatda mag'lub bo'lib gap qilolmay qolgan odamning odati nima desa an yarda li fartil hayrati bidafil ya'ni uning hayronligi haddidan ziyoda bo'lib ketganligi uchun yarda bidafil vodihi va inkaril laih degan uchuq iniq bo'lgan narsani rad qilishga rozi bo'ladi inkaril laih degan gap ko'zga ko'rinib turgan narsani inkor qilishga rozi bo'ladi ya'ni bir odam hujjatda mag'lub bo'lsa gapni yengilib ketsa davliyda yengilib ketsa u odam ko'rtlaq qilib Allah'ın güzel tuğan narsiga inkar qiladi. Buni Arabda deb turadigan misolga inkar qildi. Ma'za Alloh bir odam masalada inkar qildi. Bu gapni yengilib ketganlik, gapni bulanmaganlik shunday. Va ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Alloh taolo bu misol bilan faqat fosiqlarni la ozdirdi. Endi bu yerdagi illa al-fasiqin di fasiqin maf'ulu yudillu. Yudilluniki nima maf'ul ism, maf'ulun bih. Yudillu maf'ulun bih. Ve laysa bi mansubin ala al-istithna. Ma istisna binaen her istisna binaen mensup emas ma fasiqin mensup leysa ala istisna emas lakin ala al mef'uliyye mef'ulluq binaen mensuptur bizde bunda bir kaydı var kaçan mustasnai minhu mezkur bo'lmay mahzub bo'lsa mustasna beshtiki aşı fiilga fa'il kerak bo'lsa mustasna marfu' bo'ladi. Endi i'rob etimiz shu 5 fe'lning mustasna bo'lgan fe'lni nimasi? Fa'il deymiz. Agar mustasna bo'lgan fe'lga nima bo'lsa, maf'ul kerak bo'lsa, buni keyingi harf istisnodan keyingi mustasna minhuni mansub qilamiz. I'rob etganda buni maf'ulun bih bilan mansub deymiz. Shuningga bunga nima qilmaganlik uchun yerdagi ma yudillu bihi degan va ma yudillu Allahu bihi ila al-fasiqin deb mishadagi fa'il tilga ilinmaganlik uchun mustasna min tilga ilinmaganlik uchun fasiqina deb aytadi ash fi'il qarab bo'ladi fi'il qanda bo'lsa va ma yudillu bihi illa al-fasiqin siyg'ab ya'ni bizda istisnai mufarrag deb bir istisno bor istisno nima istisnai mufarrag istisna mufarrag degan nima desa illa bu istisna nima kiradi avvalan kalam g'ayr mujab kalam salib kiradi va ma yudillu bihi illa al-fasiqin deb yana bulusiz jumla kiradi istisna tushunarlimi bir anda bo'lgandan keyin ikkinchisi mustasna minhu g'ayr mazkur ya da mustasna minhu nima g'ayru mazkur va ma yudillu bihi al-muttaqina illa al-fasiqin uni keyinidan mustasna minhu g'ayr mazkur bo'lamdi u joyda i'robi qanday bo'lsa bihasabil avamil ya'ni omil e'tibor bilan bo'ladi ya'ni taqul masalan ma ja'ani illa zaydun ma ja'ani degan gapdan ma ja'aniga nima lozim fa'il lozim zaydun fa'il ma ja'ani illa zaydun mumkin masalan ma ja'ani al-qawmu degandiki mustasna minhu mahzuf tushunarlimi va ma ra'aytu illa zaydan va ma ra'aytu ahadan illa degan bo'lsa boshqa ma'no chiqdi va ma ra'aytu illa zaydan degandan zaydan nimishqa mansub maf'ulun bih va ma marartu illa bi zaydin nimishqa zayd bi zaydin va jar bilan zaydin bu shunday xuddi shunday mishadagi ahvol mushudi va ma yudillu bihi ila al-fasiqin va ma yudillu bihi nima va ma yudillu bihi al-muttaqin al-muhtadin al-mu'minin yudillu al-fasiqin degan bo'ldi ma'nosi bal yudillu al-fasiqin normal ashadagi mustasna minhu nima bo'lganida mahzub bo'lgandan keyin fasiqinaning i'robini bo'ladi mansub bo'ladi nima ala al-maf'ul li'annahu maf'ul ida nahvu masalan nahvda o'qigan narsalarni axlab bitib ketmaymi shunday oyatlarga silib tatbiqlamasang bo'ladi xo'sh وليس بمنصوب الى الاسم مش قصدي لان يضل لم يستوفي مفعوله çünkü ما يضل
bizim mef'ulusini kamil topshirib amidi. Buni degan gap sana, ya'ni mustasna minhu lam g'ayr mazkur demakchi. Bu yerdagi asli yudillu va ma yudillu bihi al mu'minin illa degan bal yudillu bihi al fasiqin degan gap. Ya'ni nimaning maf'ulusi? Yudilluning asli maf'ulusi bo'lmagan ekan. Endi fasiqin va ma yudillu bihi nimasi bo'ladi? Maf'ulusi bo'ladi. Xo'sh, ma'nosini tugadi. Endi val fisqu fasq degan fisq degan nima? Fisq degan al xuruju anil qasdi. To'g'ri yo'ldan chiqib ketish. Qasd degan gap nima? Tariqus sawa. Sava'us sabil. Tariqun mustaqim. Qasd degan. Ya'ni o'tturdagi to'g'ri yo'ldan chiqib ketish nima bo'ladi? Fisq deb ataladi. Ma huwa al fisq desa al xuruju anil qasd. Endi shariatdagi ma'nosi, shariat istilohidagi ma'nosi al xuruju anil amri bil irtikabil kabira. Qanday odamga fasiq deyiladi desa, ya'ni gunoh kabira o'tkazib, farmondan, shariatning amridan chiqib ketgan odam nima deb ataladi? Fasiq deb ataladi. Endi fisq degan qarindoshlar ahli sunnat va jamoatning qarshida bu intayin nima am. Fasiq deganlik bir kafirga qartilmaydi. Fasiq degan bilan cho'qim bu kafir deb ma'no etmaymiz. Fasiq bu odamning dinidan chiqib ketdi demaymiz. Qur'oni Karimda fasiq ikki xil keladi. Ba'zida kafirlik qartilib keladi fasiq. Ba'zida nimaga gunoh kabir o'tkazganligiga qartiladi. Miyada kim qartilgan? Kafirlik qartilgan. Miyadagi fasiqning ma'nosi nima? Kafir. Kafirlik qartilgan. Lekin yana bir yerda va bi'sal ismul fusuqu ba'da al-iman. Iymon etib bo'lgandan keyin fasiq bo'lish nima degan yomon degan yerda bu gunoh kabir qilganlar. Masalan, musulmon qardoshini nima qilganlar? O'ldirganlar. Yoki musulmonning g'ayritini qilganlar, laqimini ishlab tortganlar, bir-birini kamsitganlar, bu fasiq deb ataladi. Tushunarmi? Bu islomning ichidagi fasiqlik, gunoh kabir o'tkazish orqali islomdan chiqib ketmaydi, biroq intayin qattiq gunohkor bo'ladi. Ammo yeni bir xil fasiqlik bor, bu kafir. Qur'oni Karim buni kafir xuddi miyadagi o'rnidagidek kafirni demakchi. Endi Mu'tazila nima deydi? Mu'tazila degan gunoh kabir o'tkazgan odamlar fasiq, ya'ni dindan chiqib ketadi, islomdan chiqib ketadi. Lekin kafirlik kirmaydi. Ikki manzilni o'tirib turadi. O'lgan hamon agar tavba qilmay o'lsa, iymondan chiqib ketib kafir o'limga ketadi, do'zaxga kirib ketadi. Agar tavba qilsa, yana qaytib keladi deydi. Ahli sunnat deydigan, bilan gunoh kabir qilishdan iymondan chiqib ketmaydi. Alloh taolo Qur'oni Karimda va in toifatani minal mu'minina iqtatalu dedi. Ya'ni mu'minlardan bir guruh bir-birini o'ltirishsa dedi. Adam o'ltirishdimi cho'ng gunoh yo'q. Gunoh kabira. Adam o'ltirsa Alloh taolo mu'min deb atadi. Demak buni bilan nima inson iymondan chiqib ketmaydi. Lekin gunoh kabir o'tkazgan bo'ladi. Buni qattiq tövbe qilish kerak. Endi gunoh kabir o'tkazsa oxiratga masala tushsa Alloh xolisa mag'firat qiladi. Xolisa do'zaxga solib azoblaydi. Azoblab gunoh uchun azoblab bo'lgandan keyin jannatga chiqadi. Gunoh kabirniki Xudoyim o'zi do'zaxga ko'z yumib ochiqchilik do'zaxga kirib ketishini Xudoyim saqlasin. Yine bu dunyodagi xatlar nima gunoh kabirni desa, bu dunyodagi xatlar gunoh kabirni o'tkazgan odam gunoh kabir bilan davomlashavergandan keyin iymonsiz bu dunyoda iymonsiz ketish xavfi bor. Alloh taolo saqlasin. Tushundingmi? Xatirimiz shu gunoh kabirni Alloh taolo saqlasin. Va huwa an-nazilu baynal manzilatayni. Hamda al-xuruju anil amri bi irtikabil kabir. Gunoh kabir yo'qlab o'tashidan shariat amridan chiqib ketish deganlik. Va huwa an-nazilu baynal manzilatayn. Bu ikki manzilning orasiga tushib qolganlar. Ya'ni mu'minlik bilan kafirlikning orasiga tushib qolganlar indal mu'tazila. Ya'ni mu'tazilaning ko'z qarashida. Va sayamurru alayka ma yubtiluhu inshaalloh. Ya'ni mu'tazilaning bu al-manzila baynal manzilatayn degan bu aqidasini batıl qiladigan so'zlar inshaalloh oldinda ko'p chiqadi, inshaalloh chiqadi. Ahli sunnatning ko'z qarashi nima? Bizda al-manzila baynal manzilatayn mafi. La yujad kalam kida. Onday gap yo'q bizda. Bizda nima bor desanglar, bizda inson gunoh kabir qilish bilan iymondan chiqib ketmaydi. Lekin bu dunyodagi xatari buni iymonsiz kafir o'limdagi xavfi bor. Oxiratdagi xavf uchun agar Alloh taolo mag'firat qilmasa, agar gunohini mag'firat qilmasa, do'zaxda ko'p mumkindan Alloh taoloning rahmati bilan jannatga chiqish. Endi do'zaxga ko'p ketish xatari bor, xavfi bor. Shuning uchun gunoh
Günah-ı kebirini Allah Teala bizi pana versin. Ben dersimiz bir şey dahil ve ahir davana elhamdülillahi rabbil alemin ve sallallahu teala ve sellem ala halkı seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.